Muhammedov Haydarali Meliyevich 1959-yilda Zangiota tumani Zangiota qishlog'ida tug'ilgan. 1982-yilda Toshkent davlat universitetining yuridik fakultetini tugatgan. Mutaxassisligi bo'yicha huquqshunos, yuridik fanlari nomzodi, professor. Haydarali Muhammedov 1982-yildan boshlab Toshkent davlat universiteti yuridik fakultetida, 1991-yildan 2013-yilgacha Toshkent davlat yuridik institutida va 2013-yildan hozirga qadar Toshkent davlat yuridik universitetida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Muhammedov 500 ga yaqin ilmiy ommabop, o'quv va o'quv uslubiy ishlar e'lon qilgan. Uning tomonidan tayyorlangan 50 dan ortiq darslik, o'quv va o'quv uslubiy qo'llanma, o'quv dasturlari hamda o'quv tarqatma materiallaridan Toshkent davlat yuridik universiteti va boshqa oliy yuridik ta'lim muassasalari o'quv jarayonida foydalanib kelmoqda. U muntazam ravishda qonun loyihalarini ishlab chiqish va amaldagi qonunlarni takomillashtirish jarayonlarining faol ishtirokchisi. Muhammedov butun faoliyati davomida ommaviy axborot vositalarida o'z ma'ruzalari, intervyulari va muntazam ishtirok etib, aholi keng jamoatchilikning huquqiy madaniyatini oshirishga munosib hissa qo'shib kelmoqda. Muhammedov Respublika ma'rifat targ'ibotchilari jamiyati a'zosi sifatida doimiy ravishda mamlakat miqyosida amalga oshirilayotgan madaniy va ma'rifiy tadbirlarning eng faol ishtirokchilaridandir. Shuningdek, Muhammedov doimiy ravishda amaldagi qonunlarni takomillashtirish va qonun loyihalarini ishlab chiqish jarayonida faol ishtirok etib keladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Fan, ta'lim va sog'liqni saqlash masalalari qo'mitasi huzuridagi ekspertlar guruhi a'zosi sifatida qonunlarni ekspertizadan o'tkazish jarayonlarida ishtirok etadi. Xususan, O'zbekiston Respublikasining normativ-huquqiy hujjatlari to'g'risidagi qonunning yangi tahriri, ijtimoiy sheriklik to'g'risidagi, O'zbekiston Respublikasida jamoatchilik nazorati to'g'risidagi, innovatsion faoliyat to'g'risidagi va boshqa bir qator qonun loyihalarini tayyorlashda ham ularni targ'ib etishda uning xizmati kattadir.